Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur vatandoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Biz hozir tungi xabarimizning davomini anlatamiz. Amerika mustaqillik xitobnomasini yozgan Thomas Jefferson apandim mundaq bir so'zni qilgan ekan. Agar Amerika xalqi va Amerika davlatining pul tarqitish huquqi Amerikadagi shaxsiy banklarga o'tib ketsa, u chaqda bular oldi bilan pul paxalligini paydo qilib, uning keyindan pul krizisini paydo qilib, bu orqali insonlarning mol-mulkini talam-taroj qilib oladi. İnsanlar bir xulab qo'pib atisiga qarasa, avtobusdan qilib qolgan zimin va qura joylardan arilib qoladi debdikan. Amerika tarixida bir qancha prezident Amerika dollarining tarqitish huquqini hukumatga o'tkazib olmoqchi bo'lsa-mu, lekin hammasi mag'lubiyat bilan oxirlashgan. 1811-yili Amerikadagi birinchi banka taqalgandan keyin Angliyadagi Angliya bankasini boshqarayotgan Nelson Rothschild, ya'ni Mayer Rothschildning 3-o'g'li Amerika birinchi bankasining asosiy paychik xo'jayin bo'lganligi uchun Londonda turib intayin g'azablanib, Amerika hukumati darhol birinchi bankini aksiga keltirib berish kerak yoki bo'lmasa ofat xarakterlik urushga to'g'ri keldi debdi. Lekin shu vaqtida Amerika hukumati hech qanday inkos qaytarmagan ekan. Shuning bilan g'azablangan Mayer Rothschildning Londonda turishliq 3-o'g'li Nelson Rothschild g'azablanib turib, bu qoidani o'qimaydigan amerikaliklarni qulluq davriga olib o'tish kerak deb jar sapdi. Bir qancha oy o'tmay turiblam Amerika Angliya o'rtasida urush portlabdi. 1816-yilga kelgan chaqda Amerika davlati amalsiz birinchi bankining aksi kelishiga qo'shilibdi. Amerika ikkinchi bankini yana o'xshashlam Rothschild oilasi kontrol qilishni boshlabdi. 1828-yildan 1836-yilga qadar Amerikaning prezidenti bo'lgan Andrew Jackson apandimi agar banklar har xil shaklda Amerika xalqining ko'zini bo'yab, insonlar tasavvur qilolmagan shaklda hukumatni kontrol qila oladi. Bu chaqda Amerika xalqi jafo va azobda yashaydigan bo'lib qoldi degan ekan. Andrew Jackson apandim kambag'allar oilasidan chiqqan bo'lib, shu mezgilda Amerika davlati qarzga bo'g'ilgan vaqt ekan. Ya'ni hozirgi prezident Trump apandimga o'xshaydi ekan. Andrew Jackson apandim ikkinchi qitimliq Amerika prezidenti bo'lib saylangan vaqtidan keyin Amerika davlatining qarzini nolga tushirgan ekan. Andrew Jackson apandimning rasmi hozirgi $20 pulning ustida bor. 1836-yili prezident Jackson apandi Amerikadagi ikkinchi bankining huquqini tuvallatib shtat darajaga tushirgan ekan. 1837-yili Amerika davlatida iqtisodiy krizisi portlab, Amerika davlati iqtisodiy krizisga uchrabdi. Shu chaqda nurg'un kishilar bu iqtisodiy krizisni Yevropadagi Rothschild oilasining ilib borgan harakati deb qaraydi ekan. Ya'ni 1835-yili prezident Andrew Jackson apandini nervisi joyida emas bir odam o'q etib yaralandiribdi. Baxtga yarasha hayoti omon qoldi. Ya'ni Amerika tarixida tunji qitimliq suiqasdga uchragan prezident deb atilibdi. Prezident Jackson o'lgandan keyin qabr teshida faqatla bir jumla so'z yozilgan ekan. Bu bo'lsa-mu, men bankalarni o'ltadim degan so'z ekan. Amerika tarixida suiqasdga uchrab o'lgan prezident bo'lsa, birinchisi Lincoln. Prezident Lincolnmi pul muomala sohasidagi bankerlar qasd qilib o'ltirayotgan ekan. Amerikadagi shimoliy janub ichki urush portlagan mezgilda bankerlar bu fursatni g'animat bilib, Amerika hukumatining xazinasi qurg'udilib qolganligini bilib, ham shu vaqtida Amerika hukumatiga zo'r mablag' solmoqchi bo'ldi. Lekin mablag' solmoqchi bo'lgan bankerlar prezident Lincoln apandiga o'simning %20%dan 30%ga qadar bo'lganligini debdi. Shuning bilan Lincoln apandim bu mablag' solmoqchi bo'lgan bankerlarni haydab etib, bizi yeshil pulga o'xshaydigan biletni tarqitish orqali bu pulga o'xshaydigan biletni qonunlashtirish va uzun muddatlik biletga aylantiribdi. Bunda aytganda Lincoln hukumati o'z oldiga pul chiqara oladigan bir shaklni paydo qilibdi. Bu vaziyat bankerlarning manfaatiga intayin cho'ng ziyon bo'lib, buning ustiga Amerikadagi janubiy shimol urushi to'xtab, prezident Lincoln apandi Amerika janubiy tarafdagi urushda mag'lub bo'lgan tarafga nisbatan butun qarzlarni yo'q qilayotganligini jakolab, xalqarodagi mablag' sog'uvchilarga nisbatan intayin cho'ng ziyonga uchratqizibdi. Bu cho'ng bankerlar Amerikaning ichki urush bo'layotgan mezgilda Amerikaning janubiy hukumatiga mablag' silib,
shimoldagi hukumatga mablag' silib, urushdan keyin bo'lsa bularga adadin tashqari foyda keltirayotgan to'q. Lekin Linkoln apandi bo'lsa, pulga o'xshaydigan yeshil biletni tarqitib, navbatdagi krizisni hal qilgan ekan. Ammo buning badliga Linkoln apandini suiqasd qilib o'ldirib yetibdi. Keyin Amerika Kongressidan qaror chiqarib, Linkoln yo'lga qo'ygan pulga o'xshaydigan yeshil biletni amaldan qoldirgan ekan. 1963-yil 11-oyda Prezident Kennedy apandim itib o'ldirilibdi. Uzun o'tmaylam guvohchilar, isbot bo'g'ichi odamlar sirliq shaklda hammasi o'lib ketibdi. Kuzatuvchilarning deyishicha, Prezident Kennedy apandim Amerika Markaziy bankasining o'z oldiga pul besib tarqitish huquqini hukumatga qaytarib olish qadam bosqichiga o'tgan mezgilda bankirlar tarafidan itib o'ldirilgan deb qaraydi ekan. Prezident Kennedy apandim itib o'ldirilgandan keyin, uningdan keyin Amerika hukumat beshiga chiqqan prezidentlar Amerika Markaziy bankasining pul besib tarqitish huquqini Amerika hukumatiga o'tkazib olish to'g'risidagi so'zlarni qilishdan to'xtagan ekan. Buni anglagan ko'pchilik balkim hayron qilishi mumkin. Bankirlarning mushu darajada qudratli kuchi bo'lamdi deb bilish mumkin. Agar biz kommunizmning kelib chiqishini bilmoqchi bo'lsak, Mayer Rothschildning o'zi shayton diniga e'tiqod qildigan bo'lib, 1770-yili shayton diniga e'tiqod qildigan bankirlar bilan yig'in ochdi ekan. Yig'inda yer shari xarakterlik harakat ilib boradigan bo'lib, shu chog'dan boshlab bular bir maxfiy tashkilot qurgan ekan. Maqsad iqtisodni kontrol qilish, har yerda harakat qo'zg'ash. Oxirgi nishon bo'lsa, dunyoni kontrol qilish xarakterini olgan bir hukumat qurib, yer shari insoniyatning iqtisodiy mablag'ini kontrol qilib olishgan. Ya'ni o'zlarining shayton dinidagi ko'rsatgan ta'limot bo'yicha dunyoni butunlay kontrol qilish va dunyoga yangi qoida tuzum bekitish degan shuarga yetishni maqsad qiladi ekan. Ular birinchi qadamda boshlagan ishi bo'lsa, Marksni yollab ishiltib, kommunizm xitobnomasini yozdirib chiqib, uningdan keyin bir yurish Marksizm falsafasini o'ttirg'a ko'tarib chiqib, dunyoning bir qancha yerlariga kommunizmchi degan tajribaxonni qurib, ular yana g'arb dunyosida bo'lsa, pul muomalasini yaxshi kontrol qilib, pulning besib tarqilishiga ig'dorchilik qilib, iqtisodning taraqqiyotini har zamon kuzatib turdi ekan. Yana bunday qilib aytganda, butun dunyodagi iqtisodiy organlarning hammasi, mayli qandoq partiya guruhi bo'lsin, hammasi mushularning kontrol chambar ichida ekan. Mayli u o'ngchilikda fashizmlik chekiga yetsin yoki so'lchilikda kommunizm ideyasidagi chekiga yetsin, bularning hammasini bular bir qo'lliq tarbiyalab barpo qilgan. Amerika hukumat qatlamlarining 3dan biri bo'lsa, yuqorida biz deb o'tgan mazkur tashkilotning odamlari bo'lib, haddidan tashqari iqtisodiy guruhlar bo'lsa, yuqorgi tashkilotning ishchilari bo'lib hisoblanadi ekan. Mana bular bo'lsa, Prezident Trump apandim so'zlab o'tgan yer sharilashish ta'limotchilardir. Endi gapga kelsak, nima uchun kommunizmchilar davlatida insonlarni dinsizlashtirib yetadi? Nima uchun diniy e'tiqodga ishonmaydigan qilg'izdi? Endi g'arb dunyosiga kelsak, tadrijiy taraqqiyot nazariyasini keng ko'lamda qabul qilib, fan-texnik sohasi bo'lsa, tadrijiy taraqqiyot nazariyasining asosida taraqqiy qilg'izib, yosh bir avlodlarga nisbatan diniy e'tiqodni xurofotlik shaklda ko'rsatib, yosh bir avlodlarni e'tiqodi yo'q bir to'plamiga aylantirib o'tmoqchi. Mana mushundaq yillardan buyon qadam-qadam, bosqich siyosatda bo'lsin, madaniyatda bo'lsin, ko'ngil ichi so'rlarda bo'lsin, hattoki butun sohalarda, ya'ni sistemalik holda kalla yuvish va kalla yuvganning natijasi yuz berib yetibdi. Ikkinchi dunyo urushi mezgilida Amerika, Germaniya va Mao Zedongning oralig'ida zich munosabat davom qilgan ekan. Ikkinchi dunyo urushi tugagandan keyin ular Chiang Kai-shekni Xitoy davlatidan qo'g'lab yetibdi. Chunki ular o'zining maqsadiga yetish uchun Mao Zedong ularga yaxshi nomzod bo'lib yarab qolgan. Chiang Kai-shek bo'lsa, kommunizmni e'tirof qilmaydigan kommunizmchilarga qarshi, ya'ni Xitoylarning an'anaviy madaniyatini davom qilishni yaxshi ko'radigan bir shaxsiy. Huquqni markazlashtirib olgan, mustabidga aylantirib olgan Xitoy kommunist hokimiyati bo'lsa, ular planlagan yer sharilashish kontrollikqa yetmoqchi bo'lgan yaxshi bir tajribaxona bo'lib davom qilib kelgan.
Ular har qanday usulni qo'llanib keldiki, mustabidlik tuzumi orqali mayli Xitoy kommunist hokimiyati bo'lsin, Gitler natsist hokimiyati bo'lsin, insonlarni kontrol qiladigan nishoniga yetmoqchi bo'lgan. 1973 yılı 8 ayının 10 günü Amerika'da yaşayotgan David Rockefeller efendi New York'taki Times gazetesida ochiq oshkor holda Xitoy kommunist hokimiyatining diktator boshlig'i Mao Zedongning madaniyat inqilobini ilib borgan harakatini alohida madiyalagan. Mayli madaniyat inqilobining badili qanchalik bo'lsa bo'lib ketsin, ular g'alaba qildi, yaxshi unum yarata oladigan bir hokimiyat ishladi deb madiyalagan. Mao Zedong rahbarligidagi sotsialistik tajribaxona intayin yaxshi bo'lgan Xitoy davlatida kommunizm yo'lida ilib berayotgan bir diktator hokimiyatining yaxshi unum yaratganligini alohida ta'kidlagan. Shuning bilan Xitoy kommunist hokimiyati Birleşken Devletler Teşkilatı'da başka devletlerga qaraganda texmi yaxshi mukofotga erishgan va texmi yaxshi imtiyozlarga erishgan. Hamda yer sharlashish va kontrol qilish kuchlarga nisbatan Xitoy davlatida mustabidni kuchaytirish dunyoning kelgusi bo'ladi ekan. Xitoy davlatida planliq tug'utning o'zi u kuchlarning yordamining mahsuloti ekan. Napos azaytish bo'lsa, 3-chi dunyo ellariga ilib berayotgan muhim siyosatlarining birinchi qadami ekan. O'ylash kerak. Diniy e'tiqodi bor bo'lgan Uyg'ur xalqini bu darajada qirg'in qilib yo'qotsa, yillardan buyon o'zini demokratiya deb atab kelayotgan g'arb dunyosi nima uchun ovoz chiqarmaydi? Chunki bu kuchlarning odam azaytish tajribasining bir mahsuloti bo'lib hisoblanadi ekan. Yaqindan buyon diqqat qilsanglar, Xitoy hokimiyati bo'lsa, yer sharlashish gavdasini qurish, yana anglamoqqa yer sharlashish savdo gavdasini qurish shuarni ko'tarib chiqyotdi. Yana mundaq qilib aytganda, texmi ustunlik bilan yer shardagi boyliqlarni kontrol qilmoqchi. Bundaq deyishimizga sabab, hozir Rothschild oilasining Shanxay shahrida bo'lsin, Hong Kong shahrida bo'lsin, ularning qurgan ish bajarish organlari bor. Yana Xitoyning Qingdao shahridagi bankida 2.5% pay cheki bor. Bundan boshqa Xitoy davlatining Zhongxing Huadong guruhi, Shandong o'lkasi Penglay mablag' qo'shish guruhini qurib chiqqan. Bu guruhining bosh direktori bo'lsa Yu Liping bo'lib, Yu Lipingning yo'ldoshi bo'lsa Jiang Zeminning bequvon bolasi bo'lib, Xitoydagi Shivesiyaning Volvo shirkatini setilishda Rothschild oilasi yordam qilgan. Rothschild oilasining 6-avlodi bo'lgan David Rothschild alohida taqdir qilib, ayrim holda Xitoyning bu shirkatiga bosh maslahatchi bo'lib, New Yorkdagi Wall Street paychak bozoriga kirgan. Va shuningga o'xshash Rothschild oilasi Xitoyning Alibaba shirkatlari va shuningga o'xshaydigan nurg'un shirkatlarni bir qo'lliq yo'lab turg'izgan. Yana mundaq qilib aytganda, Xitoy davlatining xalqaroga yuzlangan har qanday bir shirkatlarining keyinda Rothschild oilasining izi bor ekan. Yana mundaq qilib aytganda, Rothschild oilasi bo'lsa, butun dunyoning haddidan tashqari iqtisodni kontrol qilib qolmasdan, ya'ni shu davlatlardagi siyosiy arbob, siyosiy yo'nalish va ko'zga ko'ringan tashviqot medialarini kontrol qilgan ekan. Bu oila o'zi media taratqularida ko'rinmay, Sharq G'arbning hamma yerlarida kontrol qilayotgan qo'llari bor ekan. Ular Amerikaning iqtisodiy siyosatini kontrol qilib olgan ekan. Hattoki Amerikaning har bir prezidentisiga qadar aralashish darajasiga yetib olgan ekan. Ular hozir bo'lsa, insoniyatni qarzi bo'g'adigan va insoniyatni vayron qiladigan sistemalik qarz sistemasini qurib chiqqan ekan. Yana mundaq qilib aytganda, bir alvasti shayton guruhini insonlarning vakiliga aylantirmoqchi ekan.